Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda jiddiy va dolzarb mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu masala har birimizga, sizga, ota-onangizga, kelajak avlodga bevosita taalluqli bo'lib, ayniqsa 2026 yildan boshlab hayotimizga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Gap pensiyalar haqida ketmoqda. Aniqrog'i, hozirda muhokama qilinayotgan va joriy etilishi kutilayotgan yangi pensiya to'lovlari qoidalari haqida. Ba'zi manbalarda allaqachon pensiyalar qisqartirildi degan shov-shuvli sarlavhalar paydo bo'ldi. Bu qanchalik rost? Yangi qoidalar kimlarga taalluqli bo'ladi? Kimlar tashvishlanishi kerak? Kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin? Bugungi videoda barcha savollarga batafsil javob berishga harakat qilaman. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Bu ma'lumot hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Zero bu sizning nafaqat bizning, balki kelajakdagi pensiyangiz uchun ham muhim bir qadam bo'lishi mumkin. Xo'sh, oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Eski pensiya tizimi qanday ishlaganini eslaylik. An'anaviy tizimda pensiya asosan ikki asosiy omilga bog'liq edi. Bu sizning ish stajingiz, ya'ni rasman ishlagan yillaringiz soni va maoshingiz miqdori. Mamlakatimizda ko'p yillar davomida pensiya hisoblashda eng yuqori maosh olgan 5 yil yoki boshqa belgilangan davr hisobga olinar edi. Ya'ni agar siz uzoq yillar davomida past maosh olib ishlagan bo'lsangiz ham, agar hayotingizning ma'lum bir davrida yaxshi maosh olgan bo'lsangiz, bu sizning pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir qilardi. Ish staji ham muhim edi. Muayyan minimal stajga ega bo'lgan fuqarolar yoshga bog'liq pensiya olish huquqiga ega bo'lishardi. Masalan, ayollar uchun 20 yil, erkaklar uchun 25 yil. Bu shaxsiy hissa qo'shmasdan. Faqatgina ma'lum bir muddat ishlaganlik uchun beriladigan ijtimoiy kafolat edi. Bu tizim nisbatan tushunarli va ko'pchilik uchun odatiy hol edi. Odamlar pensiya yoshiga yetganlarda ma'lum bir ish staji va maosh asosida pensiya olishlariga ishonardilar. Davlat pensiya fondi bu to'lovlarni hozirgi ishlayotgan avlodning badallari hisobidan qoplardi. Bu solidar tizim deb ataladi va ko'plab mamlakatlarda qo'llanilgan. Bu tizimda davlatning kafolati juda yuqori edi. Odamlar o'zlarining pensiyalarini deyarli to'liq davlat bo'yinda deb bilishar edi. Endi esa kelajakka nazar solamiz. 2026 yilga yaqinlashib kelayotgan o'zgarishlar aynan mana shu tizimning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan deb aytilmoqda, ammo ko'pchilik uchun bu haqiqiy shok bo'lishi mumkin. Asosiy o'zgarish shundaki, hozirgi kunda sodir bo'layotgan muhokamalarga ko'ra pensiya tizimi bol yoki ochko tizimiga o'tishi mumkin. Bu degani sizning pensiyangiz endi shunchaki ish staji va maoshga bog'liq bo'lmasdan, balki ish beruvchingiz yoki o'zingiz shaxsan qilgan pensiya badallaringiz miqdoriga bevosita bog'liq bo'ladi. Har bir to'langan so'm yoki dollar uchun sizga ma'lum miqdorda ball hisoblanadi. Pensiya yoshiga yetganingizda esa yig'ilgan umumiy ballaringiz ma'lum bir koeffitsiyentga ko'paytirilib, sizning pensiyangiz miqdori aniqlanadi. Bundan tashqari minimal ish staji talablari oshirilishi mumkin. Masalan, ayollar uchun 25 yil, erkaklar uchun 30 yilgacha. Bu tizimning asosiy sababi demografik vaziyat va iqtisodiy bosimlar. Aholining qarishi, ishlayotgan aholi sonining kamayishi va nafaqaxo'rlar sonining ortishi mavjud tizimning barqarorligini ta'minlashga to'sqinlik qilmoqda. Davlat fondining yuki tobora ortib bormoqda. Shu sababli xalqaro tajriba asosida shaxsiy hissalarni mustahkamlashga qaratilgan islohotlar zarur deb topilmoqda. Endi pensiya miqdori ko'proq sizning shaxsiy investitsiyalaringizga bog'liq bo'ladi. Davlat kafolati esa faqatgina minimal pensiya darajasida saqlanib qolishi mumkin. Bu nafaqat hisoblash metodologiyasini, balki pensiyaga bo'lgan munosabatni ham o'zgartiradi. Endi shunchaki ishlaganman degan yondashuv o'z kuchini yo'qotishi, buning o'rniga qancha hissa qo'shganman degan savol dolzarb bo'lib qolishi kutilmoqda. Endi esa batafsil tahlil qilamiz. Bu o'zgarishlardan kimlar xavotirlanishi kerak, kimlar esa nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Va eng muhimi, bu yangi qoidalar aynan nimani anglatadi? Birinchi navbatda, bu yangi qoidalar pensiya hisoblashning asosiy mexanizmini o'zgartiradi. Agar ilgari maoshingizning eng yaxshi 5 yillik davri hisobga olingan bo'lsa, endilikda butun ish faoliyatingiz davomidagi barcha badallaringiz jamlanadi. Bu degani, sizning butun ish stajingizdagi har bir oy, har bir yil muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Agar siz uzoq muddat davomida rasman past maosh olgan bo'lsangiz yoki qora ish haqi, ya'ni konvertdan maosh olgan bo'lsangiz, bu sizning ballaringizga ta'sir qiladi.
va natijada pensiyangiz miqdori sezilarli darajada kamayadi. Astirish. Kimlar xavotirlanishi kerak? Pensiya yoshiga yaqinlashganlar, ayniqsa ayollar, 45 yosh va erkaklar. Agar sizning rasmiy ish stajingiz yangi talablarga mos kelmasa, masalan, 20 yil o'rniga 25 yil kerak bo'lsa, yoki badallaringiz miqdori yetarli bo'lmasa, sizning pensiyangiz kutilgandan ancha past bo'lishi mumkin. Hatto to'liq pensiya olish uchun qo'shimcha yillar ishlashingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa odamlarning rejalarini butunlay o'zgartirib yuborishi, ba'zan esa umidlarni puchga chiqarishi mumkin. 2. Norasmiy ish bilan band bo'lganlar yoki kulrang maosh olganlar. Afsuski, mamlakatimizda ko'plab fuqarolar norasmiy ish bilan shug'ullanadi yoki rasman minimal ish haqi olib, qolgan qismini konvertda olishadi. Eski tizimda bu qisman kechirilishi mumkin edi. Chunki pensiya hisob kitobida ba'zida faqat ma'lum davrlar va maoshlar hisobga olinardi. Endi esa har bir badal muhim. Norasmiy ishlagan yillar uchun sizga ball hisoblanmaydi, rasmiy. Lekin juda past maoshdan to'langan badallar esa juda kam ball beradi. Natijada yig'ilgan ballaringiz sizga munosib pensiya olishga yetmaydi. Uch karyerada tanaffuslar qilganlar. Masalan, ayollarda farzand tarbiyasi bilan uzoq muddat ishlashmagan bo'lsalar yoki chet elda ishlaganlar, lekin bu ish stajini rasmiylashtirmaganlar. Ilgari bolani parvarishlash davri ma'lum chegarada ish stajiga qo'shilishi mumkin edi. Yangi qoidalar bu davrlarga nisbatan talablarni qat'iylashtirishi mumkin. Ya'ni siz bu davrlar uchun pensiya badali to'lamaganingiz uchun ball yig'maysiz va bu sizning umumiy pensiya miqdoringizga salbiy ta'sir qiladi. Asterisk, kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Bir yosh avlod, ya'ni 30 yoshgacha bo'lganlar. Ularda hali oldinda uzoq ish staji bor va ular yangi tizimga moslashib, butun ish faoliyati davomida rasmiy va yuqori maosh olishga harakat qilishlari mumkin. Ular uchun bu yangi tizim shaffofroq bo'lishi va o'z kelajaklarini oldindan rejalashtirish imkoniyatini berishi mumkin. Ular o'zlarining har bir badali kelajakda qanday pensiyaga aylanishini bilishlari va bunga ta'sir qilishlari mumkin bo'ladi. Ikki doimiy ravishda yuqori rasmiy maosh olib, pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda yuqori badallar to'lagan fuqarolar. Ularning ballari yuqori bo'lishi va shu sababli munosib pensiya olishlari ehtimoli yuqori. Yangi tizim aynan shunday mas'uliyatli fuqarolarni rag'batlantirishga qaratilgan deb aytish mumkin. Endi esa ushbu o'zgarishlarning amaliy misollarini ko'rib chiqamiz sonlar bilan. Misol 1. Dilfuza opa 57 yosh. To'liq pensiya olish umidida. Dilfuza opa maktabda 32 yil rasman o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning maoshi hech qachon juda yuqori bo'lmagan, lekin muntazam va rasmiy bo'lgan. Eski qoidalar bo'yicha. Ayollar uchun 20 yil ish staji va 25 yoshda pensiyaga chiqish huquqi bor edi. Dilfuza opa 25 yoshga chiqqanda pensiyaga ariza topshirmadi, chunki uning 2 nevarasi bor edi va ularga qarash uchun maktabda ishlashni davom ettirdi. U 57 yoshida pensiyaga chiqishga tayyorlanayotgan edi. Eski tizim bo'yicha u o'zining 32 yillik staji va nisbatan o'rtacha maoshi, masalan, so'nggi 5 yilda oylik o'rtacha 35 million so'm uchun 2 million so'm atrofida pensiya olishni kutayotgan edi. Bu uning oilasiga qo'shimcha daromad bo'lib, nevaralariga shirinliklar olib berishga yetardi. Yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng uning vaziyati tubdan o'zgardi. Yangi qoidalarga ko'ra, to'liq pensiya olish uchun minimal ish staji ayollar uchun 25 yilga oshirilgan va pensiya bol tizimi asosida hisoblanadi. Dilfuza opa o'qituvchi bo'lganligi sababli uning maoshidan to'langan badallar qonun bo'yicha ma'lum miqdorda bo'lgan. Lekin uning 32 yillik ish staji davomida u pensiya jamg'armasiga nisbatan past miqdorda badallar to'lagan. Chunki uning oyligi ham o'rtacha edi. Yangi hisob kitoblar shuni ko'rsatadiki, uning yig'ilgan ballar kutilgan pensiya miqdoriga yetmaydi. Masalan, ilgari 2 million so'm kutgan bo'lsa, endi u 2 million so'm atrofida pensiya olishi mumkin. Bu 700 ming so'mlik farq Dilfuza opa uchun sezilarli darajada. Chunki bu uning nevaralariga beradigan shirinliklar yoki dor-darmon xarajatlarining katta qismini tashkil qiladi. Eng achinarlisi shundaki, agar u pensiyaga chiqishga ikkinchi marta ariza topshirsa, unga oldingi kabi 20 yil staj emas, balki 25 yil staj talab qilinadi. Uning 32 yillik staji yetarli bo'lsa-da, past ballar tufayli u baribir minimal pensiya darajasida bo'lishi mumkin. Endi u pensiyasini oshirish uchun yana bir necha yil ishlash kerakmi? Bu masala uning uchun jiddiy bosh og'rig'i bo'lib qoldi. Misol 2. Aziz aka 25 yosh.
kelajakdagi pensiya rejasi buzilgan. Aziz aka yoshligidan ishchan odam bo'lgan. U yil davomida qurilish sohasida faoliyat yuritgan. Dastlabki 10 yil davlat korxonasida rasman ishlagan. Oyligi o'rtacha 2,5 million so'm. Keyin esa 10 yil davomida xususiy pudratchi sifatida ishlagan. U yerda maoshini asosan konvertda olgan. Rasmiy maoshi minimal darajada 20 million so'm ko'rsatilgan. Oxirgi 5 yildan beri esa yana yirikroq kompaniyada rasmiy yuqori maosh 5 million so'm bilan ishlayapti. Aziz aka o'zini doim mehnatkash deb bilgan va 5 yoshga chiqqanida o'zining 25 yillik umumiy ish stajini hisobga olib, kelajakda yaxshi pensiya olishiga ishonch ko'mil edi. Yangi qoidalar Aziz aka uchun kutilmagan zarba bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, uning konvertda maosh olgan 10 yillik davri uchun pensiya jamg'armasiga deyarli badallar o'tkazilmagan. Rasmiy minimal maoshdan to'langan badallar esa juda kam ball bergan. Agar oldingi tizimda uning eng yaxshi 5 yillik, hozirgi 5 yillik ish staji hisobga olinib, 3 million so'm pensiya olishi mumkin bo'lgan bo'lsa, endi ball tizimida bu 10 yillik davr deyarli hech qanday ball bermaydi. Shuningdek, uning dastlabki 10 yillik ish staji uchun to'langan badallar ham hozirgi qadriyatlar bo'yicha juda past hisoblanadi. Natijada u 25 yil ishlagan bo'lsa-da, uning yig'ilgan ballari kutilganidan ancha kam. Uning pensiya miqdori 2 million so'mdan oshmasligi mumkin. Bu esa Aziz aka uchun katta muammo. Chunki u kutilgan pensiyaga erishish uchun yana uni 15 yil faoliyat yurishiga to'g'ri keladi. Bu esa uning jismoniy salomatligi uchun og'irlik qilishi mumkin. Bu vaziyat uning kelajak rejalarini butunlay o'zgartirib yubordi. Asosiy misol 3. Jasur Ittim yosh IT mutaxassisi faol harakatda. Jasur IT sohasida ishlaydi. Yoshi Ittimda. U doim yuqori rasmiy maosh oladi, 10 million so'm. U yangi pensiya tizimi haqida xabardor bo'lishga harakat qiladi va bu o'zgarishlardan qo'rqmaydi, balki ularni imkoniyat sifatida ko'radi. Jasur uchun ball tizimi aniq va tushunarli. U qanchalik ko'p rasmiy maosh olib, pensiya jamg'armasiga badal to'lasa, shunchalik ko'p ball yig'ishini biladi. Uning yoshi tufayli uning oldida uzoq ish staji bor va u butun ish faoliyati davomida yuqori badallar to'lashga qodir. Bundan tashqari, u shaxsiy jamg'armalarini shakllantirish, investitsiya qilish va qo'shimcha xususiy pensiya sug'urta dasturlariga a'zo bo'lishni rejalashtirmoqda. Agar Jasur 30 yil davomida o'rtacha 1 million so'm maosh olib, to'liq badal to'lasa, uning yig'ilgan ballari unga 6-7 million so'm atrofida pensiya olish imkoniyatini berishi mumkin. Bu nafaqat davlat pensiya fondi orqali, balki uning shaxsiy investitsiyalari hisobiga ham amalga oshadi. Uning yondashuvi yangi tizimning mohiyatiga mos keladi. O'z kelajagini o'zi qurish. Misol det Gulnora opa 2 yosh san'at sohasi mutaxassisi imtiyozlarni yo'qotish xavfi. Astroshks Gulnora opa 3 yildan beri madaniyat markazida raqs to'garagi rahbari bo'lib ishlaydi. Uning kasbi san'at sohasi bilan bog'liq bo'lganligi sababli u doimo ma'lum imtiyozlarga ega bo'lgan. Masalan, ba'zi san'at turlari vakillari uchun pensiya yoshi kamaytirilishi mumkin edi. Yoki ish stajiga qo'shimcha davrlar hisoblanishi mumkin edi. U o'zining 52 yoshida 30 yillik staji bilan 25 yoshda imtiyozli pensiyaga chiqishini kutayotgan edi. Uning oyligi o'rtacha bo'lgan 4 million so'm. Yangi qoidalar bilan bu imtiyozlarning ko'pchiligi qayta ko'rib chiqilishi yoki butunlay bekor qilinishi mumkin. Yangi ball tizimi har bir kasb egasi uchun bir xil standartlarni qo'llaydi. Faqat maxsus xavfli yoki og'ir sharoitlarda ishlaganlar uchun qonunchilikda alohida imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Gulnora opa kabi kasb egalari uchun bu degani, ular umumiy asoslarda pensiya olishlari kerak bo'ladi. Natijada u 50 yoshda imtiyozli pensiyaga chiqish huquqidan mahrum bo'lishi, balki 60 yoshgacha ishlashiga to'g'ri kelishi mumkin. Bundan tashqari uning maoshidan to'langan badallar bo'yicha hisoblangan ballar kutilgan pensiya miqdoriga yetmaydi. Uning pensiyasi imtiyozlar hisobga olinmagan holda 2 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu uning ilgari kutgandan ancha past. Bu uning uchun nafaqat moliyaviy yo'qotish, balki ruhiy tushkunlik ham bo'lishi mumkin. Chunki u butun hayotini san'atga bag'ishlagan va bu uchun ma'lum bir e'tirofni kutgan edi. Ko'rib turganingizdek, yangi qoidalar pensiya tizimini shaffoflashtirish va uni har bir shaxsning o'z hissasiga bog'lashga qaratilgan bo'lsa-da, bu ko'pchilik uchun kutilmagan va yoqimsiz oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli bu o'zgarishlarni chuqur tushunish va unga tayyorlanish juda muhimdir.
Endi esa ushbu qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar haqida gaplashamiz. Bularni bilish sizga vaziyatni to'g'ri baholashga yordam beradi. Astirish istisnolar va qoidalar. Bir mavjud nafaqaxo'rlar eng muhim istisnolardan biri shundaki, 2026 yilgacha pensiyaga chiqqan fuqarolarning pensiyalari odatda yangi qoidalar bo'yicha qayta hisoblanmaydi. Ya'ni siz agar hozirda pensiyada bo'lsangiz, sizning pensiyangiz miqdori yangi bol tizimi asosida kamaytirilmaydi. Ular odatdagidek indeksatsiyaga uchraydi va davlat tomonidan kafolatlanadi. Yangi qoidalar asosan 2026 yildan keyin pensiyaga chiqadigan fuqarolarga taalluqli bo'ladi. Bu albatta hozirgi nafaqaxo'rlar uchun yengillikdir. Ammo kelajakdagi pensiyaga chiqadiganlar uchun tayyorgarlik ko'rish va o'zgarishlarga moslashish zarurligini anglatadi. Nogironligi bo'lgan shaxslar va maxsus kasb egalari, ba'zi guruhlar, masalan, I va II guruh nogironlari yoki juda xavfli, og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar, shaxtyorlar, kimyoviy ishlab chiqarish ishchilari kabi uchun alohida pensiya hisoblash qoidalari saqlanib qolishi mumkin. Bu guruhlar uchun davlat ijtimoiy himoya tizimi o'zgarishlarga qaramay, ma'lum darajada qo'llab-quvvatlashni davom ettiradi. Ularning pensiyalarini hisoblashda ish staji yoki yig'ilgan ballardan tashqari kasbining xususiyati yoki nogironlik darajasi ham e'tiborga olinishi mumkin. Ammo bu imtiyozlarning ham shartlari qayta ko'rib chiqilishi mumkinligini unutmaslik kerak. 3. Harbiylar. Harbiy xizmatchilar uchun pensiya tizimi ko'pincha fuqarolik pensiya tizimidan alohida bo'ladi. Ularning pensiyalari o'zining qonunlari va nizomlari asosida hisoblanadi. Shuning bu yangi umumiy qoidalar ularga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin, ammo harbiy pensiya tizimida ham o'ziga xos islohotlar bo'lishi ehtimolini inkor etib bo'lmaydi. Pensiya tizimidagi qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar. 1. Pensiya jamg'armasi bayonotlarini tekshirmaslik. Ko'pchilik fuqarolar o'zlarining pensiya jamg'armasiga qilingan badallar to'g'risidagi ma'lumotlarni muntazam tekshirishmaydi. Bu esa kelajakda katta muammolarga olib kelishi mumkin. Agar ish beruvchi pensiya badallarini to'g'ri o'tkazmagan bo'lsa, sizning hisobingizda yetarli ball yig'ilmaydi. Ball tizimida har bir tiyin muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu yerda sizning faol ishtirokingiz talab etiladi. 2. Eski qoidalar amalda qoladi degan noto'g'ri tushuncha. Ko'pchilik odamlar pensiyaga chiqish vaqti hozirgi kunda amalda bo'lgan qoidalar bilan chiqaman deb o'ylashadi. Biroq pensiya tizimi doimiy ravishda o'zgarishi mumkin va 2026 yilgacha hatto undan keyin ham yangi qonunlar qabul qilinishi ehtimoli bor. Shu sababli doim yangiliklardan xabardor bo'lish va moslashish muhimdir. 3. Norasmiy ish tajribasiga tayanish. Xususiy sektorda, ayniqsa kichik biznesda ko'plab fuqarolar norasmiy ravishda yoki minimal rasmiy maosh bilan ishlashadi. Ular o'zlarining umumiy ish stajini hisoblashda shu davrlarni ham hisobga olishadi. Ammo yangi tizimda norasmiy ishlagan davrlar uchun umuman badal to'lanmagani sababli bu davrlar pensiya hisobida hech qanday ball bermaydi. Bu o'sha davrlar uchun nol degan ma'noni anglatadi va pensiya miqdoriga juda salbiy ta'sir qiladi. 4. Ish staji tasdiqlashning yangi talablari. Ilgari mehnat daftarchasidagi yozuvlar pensiya uchun yetarli edi. Ammo yangi tizimga o'tish davrida ba'zi davrlar uchun hujjatli tasdiqlash talablari qat'iylashishi mumkin. Masalan, tashkilot tugatilgan bo'lsa yoki arxiv hujjatlari yo'qolgan bo'lsa, ish stajini tasdiqlash murakkablashishi mumkin. Bu holatda sizning shaxsiy arxivingizdagi mehnat shartnomalari, buyruqlar va maoshlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar juda foydali bo'lishi mumkin. 5. Tug'ruq ta'tillari, o'qish davrlari va harbiy xizmat. Ilgari bu davrlar ma'lum shartlar asosida ish stajiga qo'shilishi mumkin edi. Yangi qoidalar bilan bu davrlarning hisoblanishi qanday o'zgarishi mumkinligini aniqlash juda muhim. Ular uchun ham ballar hisoblanadimi? Yoki faqat ish stajiga qo'shiladimi? Ammo badallar yo'qligi sababli ball bermaydimi? Bu nozikliklar pensiya miqdoriga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. 6. Boshqa davlatlardagi ish staji. Agar siz sobiq SSR respublikalarida yoki boshqa xorijiy davlatlarda ishlagan bo'lsangiz, bu ish staji qanday hisobga olinadi? Odatda bunday holatlarda davlatlararo shartnomalar bo'lishi kerak. Agar shunday shartnoma bo'lmasa yoki ish staji to'liq rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu davrlar pensiya hisobida umuman e'tiborga olinmasligi mumkin. Bu esa ayniqsa chet elda ishlagan migrantlar uchun katta muammo bo'lishi mumkin. 7. Inflyatsiya va pensiya qiymatining eroziyasi.
Bal tizimida har bir balning puldagi qiymati mamlakat iqtisodiy holatiga, inflyatsiyaga va pensiya jamg'armasining moliyaviy barqarorligiga bog'liq bo'ladi. Agar balning qiymati inflyatsiyaga mos ravishda oshirilmasa, sizning yig'ilgan ballaringizning haqiqiy xarid qobiliyati vaqt o'tishi bilan kamayishi mumkin. Bu pensiya miqdorining qisqarishi degan ma'noni anglatadi. Garchi raqamlar o'zgarmasa ham. 8. Davlat va xususiy pensiya. Yangi tizim ko'proq shaxsiy javobgarlikka asoslanganligi sababli davlat pensiyasidan tashqari shaxsiy pensiya jamg'armalarini shakllantirish yoki korporativ pensiya dasturlariga a'zo bo'lish yanada dolzarb bo'lib qoladi. Bu davlat pensiyasining potensial pastligini qoplash uchun qo'shimcha kafolat bo'lib xizmat qiladi. Bu jihatlarni bilish va e'tiborga olish sizga 2026 yilgacha va undan keyin o'z pensiyangizni to'g'ri rejalashtirishga yordam beradi. Har bir detal muhimdir. Shuning uchun g'amxo'rlik bilan yondashish va kerakli choralar ko'rish kerak. Xo'sh, bu o'zgarishlar fonida har bir fuqaro nima qilishi kerak? Sizning pensiyangizni maksimal darajada ta'minlash uchun qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz mumkin? Mana sizga aniq ko'rsatmalar, aniq amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Hozirgi holatingizni baholash va hujjatlarni tartibga solish. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Eng birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish bu o'z mehnat daftarchangizni, mehnat staji haqidagi elektron ma'lumotnomani olib, har bir yozuvni diqqat bilan ko'rib chiqish. Barcha ish joylaringiz, ishga kirish va chiqish sanalari to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar yoki xatolar bo'lsa, ularni hoziroq tuzatishga harakat qiling. Tashkilot nomlarining o'zgarishi, muhrlarning aniq emasligi kabi mayda detallar ham kelajakda muammo tug'dirishi mumkin. Har bir yozuvning rasmiyligiga va to'g'riligiga e'tibor bering. Agar ish joylaringizdan birortasi tugatilgan bo'lsa, uning arxiv ma'lumotlarini topishga harakat qiling. Bu Astarisk pensiya jamg'armasidan badallar haqida ma'lumotnoma oling. Astarisk har bir viloyatda yoki tumanda pensiya jamg'armasi bo'limlari mavjud. O'z pasportingiz bilan ushbu bo'limga murojaat qiling va o'z shaxsiy hisobingizga qilingan badallar haqida batafsil ma'lumotnoma oling. Bu ma'lumotnomada sizning har bir ish joyingizdan qancha mablag' o'tkazilgani, qaysi davrlar uchun o'tkazilgani va hozirgacha qancha bol yig'ilganingiz, agar bol tizimi pilot rejimda joriy etilgan bo'lsa ko'rsatiladi. Agar ma'lumotnomada qandaydir nomuvofiqliklar aniqlansa, masalan, ish stajingizdan ma'lum bir davrga badallar to'lanmagan bo'lsa, darhol choralar ko'ring. Bu sizning huquqingiz. Hujjatlaringizni to'plang. Pasport. Mehnat daftarchasi, barcha mehnat shartnomalari, ishga qabul qilish va bo'shatish haqidagi buyruqlar nusxalari, maoshlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar, harbiy bilet. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, agar ayol bo'lsangiz va tug'ruq ta'tilda bo'lgan bo'lsangiz, o'qishni tasdiqlovchi diplom kabi barcha tegishli hujjatlarni tartibga soling. Ularning asl nusxalarini saqlang va nusxalarini ham tayyorlab qo'ying. Ushbu hujjatlar har qanday pensiya muammosini hal qilishda sizga yordam beradi. As-2. Ma'lumot to'plang va konsultatsiya oling. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Yangi qoidalar qanday ishlashi, sizning shaxsiy holatingizga qanday ta'sir qilishi haqida batafsil ma'lumot olish uchun pensiya jamg'arma mutaxassislariga murojaat qiling. Ulardan yangi ball tizimi qanday hisoblanishi, har bir ballning puldagi ekvivalenti, sizning yig'ilgan ballaringizni taxminiy hisoblash imkoniyatlari haqida so'rang. Bu sizga o'z kelajagingizni aniqroq ko'rishga yordam beradi. B. Astarisk yagona interaktiv davlat xizmatlari portali EDXP dan foydalaning. Hozirgi kunda EDXP orqali ko'plab davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish mumkin. Siz ushbu portal orqali o'z pensiya hisobingiz haqida ma'lumot olishingiz, ish stajingizni tekshirishingiz va hatto ba'zi arizalarni onlayn yuborishingiz mumkin. Bu sizga vaqtni tejash va qog'ozbozlikdan qochish imkonini beradi. Shuningdek, yangi qoidalar haqidagi rasmiy ma'lumotlarni ham ushbu portal orqali kuzatib borishingiz mumkin. Astarisk huquqiy maslahat oling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan, ish stajingiz tasdiqlashda muammolar, norasmiy ish tajribasi va huquqshunos yoki pensiya masalalari bo'yicha mutaxassisdan maslahat oling. Ular sizga qonunchilikdagi nozik jihatlarni tushuntirib berishi va muammoni hal qilishning eng samarali yo'llarini ko'rsatishi mumkin. 3. Faol harakatlar va kelajakni rejalashtirish. Barcha ish stajingizni rasmiylashtiring. Agar siz norasmiy ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz
yoki maoshni konvertda olayotgan bo'lsangiz, darhol bu holatni rasmiylashtirishga harakat qiling. Ish beruvchingizdan sizning rasmiy maoshingizni oshirishni va barcha badallarni to'liq o'tkazishni talab qiling. Aks holda sizning bu davrdagi mehnatlaringiz kelajakda pensiya uchun deyarli ahamiyatsiz bo'lib qolishi mumkin. O'zingizni himoya qilish uchun rasmiy mehnat shartnomasini talab qiling. B. Ixtiyoriy pensiya badallari to'lash imkoniyatini o'rganing. Ba'zi mamlakatlarda fuqarolar o'z pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy ravishda qo'shimcha badallar to'lash imkoniyatiga ega. Agar bizning tizimimizda ham shunday imkoniyatlar joriy etilsa, bu sizning ballaringizni oshirish va kelajakdagi pensiyangizni ko'paytirish uchun ajoyib imkoniyat bo'ladi. Bu masalani pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan muhokama qiling. Shaxsiy jamg'armalarni shakllantirishga e'tibor bering. Davlat pensiyasi har doim ham sizning barcha ehtiyojlaringizni qondira olmaydi. Shuning uchun davlat pensiyasidan tashqari shaxsiy jamg'armalarni shakllantirish, investitsiya qilish yoki xususiy pensiya sug'urta dasturlariga a'zo bo'lish haqida o'ylang. Bu sizning moliyaviy barqarorligingiz uchun qo'shimcha kafolat bo'ladi. Asos pensiya yoshingizni rejalashtiring. Yangi qoidalar sizning pensiya yoshingizga chiqish rejalaringizni o'zgartirishi mumkin. Sizga kutilgan pensiya miqdoriga erishish uchun bir necha yil ko'proq ishlashga to'g'ri kelishi mumkin. Shu sababli pensiya yoshingizga yetishdan oldin bu imkoniyatni hisobga olgan holda reja tuzing. Aslida qanday hujjatlar yig'ish kerak? Pasport asli va nusxasi, mehnat daftarchasi asli va nusxasi, barcha ish joylaridan mehnat shartnomalari, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari dedi. Asl nusxalarni ham saqlang. So'nggi 5 yil yoki yangi qoida bo'yicha boshqa davr uchun maoshlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar, agar pensiya jamg'armasida ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, agar bo'lsa oliy ta'lim diplomlari, agar bo'lsa nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari ayollar uchun, agar familiyalar o'zgargan bo'lsa yoki farzand parvarishi davri uchun, agar ilgari ish joylaringiz tugatilgan bo'lsa, ularning huquqiy vorisi yoki arxividan ma'lumotnomalar. Nimani yozish kerak? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilayotganda aniq va tushunarli arizalar yozishga harakat qiling. Masalan, mening shaxsiy pensiya hisobimga qilingan badallar to'g'risida ma'lumotnoma berishni so'rayman. Mening mehnat stajimni tasdiqlashda yordam berishingizni so'rayman. Agar hujjatlar yetarli bo'lmasa, yangi pensiya hisoblash qoidalari bo'yicha menga individual konsultatsiya berishingizni so'rayman. Har bir arizaning 2 ta nusxasini tayyorlang va bir nusxasida qabul qilgan shaxsning imzosi va sanasi bilan rasmiy muhrni bosing. Bu sizning arizangiz ro'yxatdan o'tganligining tasdig'i bo'ladi. Aziz do'stlar, pensiya masalasi shunchaki quruq raqamlar yig'indisi emas. Bu bizning keksalikdagi farovon hayotimiz, yoshligimizda qilgan mehnatimizning natijasi. Bugungi kunda qabul qilinayotgan yoki muhokama qilinayotgan yangi pensiya qoidalari bizning kelajagimizga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli bu ma'lumotlarga jiddiy yondashishingizni va o'zingizning pensiya ta'minotingizga hozirdan mas'uliyat bilan yondashishingizni so'rayman. Unutmang, eng yaxshi investitsiya bu bilim va o'z kelajagingizga g'amxo'rlik qilish. Bu o'zgarishlarni to'g'ri tushunish va unga mos ravishda harakat qilish sizning moliyaviy barqarorligingiz kalitidir. Pensiya yoshingizga yetganingizda hayotingizni sokinlikda, farovonlikda o'tkazish uchun bugundan harakat qiling. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda savollar paydo bo'lgan bo'lsa yoki o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Bu sizning kelajagingizga befarq emasligingizni anglatadi. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz kelajakda ham shu kabi muhim mavzularda sizga foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va kelajagingizni hozirdan rejalashtiring.